Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun 30-iyun sanasida men sizlarga yana bitta video qilmoqchi edim. Mana bu tomonda mana albalarimiz 1 2 3 4 5 agat. Albalarimiz уже hosildan qoldi. Bahorga yetarlicha hosilni berib bo'ldi bular. Mana bu yerda mana 5 agat klerimiz 1 2 3 4 shu oldingi videomda ham ko'rsatgan shu 5 agat. Keyin narigi chekkadan 3 agat albion. Mana bugun 30-iyun sanasida ham hali Allohga shukr hosildan to'xtagan yo'q. Buni orada biz bir marta gullarni yulib tashladik. Mana hali ham mana hosilni terib oldik. Hozir hosilni ham ko'rsataman. Biz buni tanobga tashlaganmiz. Mana Allohga shukr behisob mana agatni ichi to'la mana tanob berib yotibdi. Mana hozir sizlarga men hosilni ham qancha hosil berdi ko'rsataman hozir hosilni ham. Mana hosillarimiz. Mana bu shu albalarimiz to'xtatdi dedim. Mana shu mana bir tovoq chiqdi mana albadan. Mana bular mana kleri. Mana hozir bu yerda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tovoq chiqdi. 2 kilodan chiqqan taqdirda ham 20 kilo degani. Hozir bittasini bir tortib ko'rsatayim qani. Qancha chiqar ekan? Hammasi har xil. Mana bular salkam 3 kilo chiqadi mana bular. Bittasini tortaylikchi. Mana bu ham 3 kilo ekan. Mana demak mana 3 kilo 2 kilo 400. Shu hisobdan endi 3 kilodan chiqmasa mana bular sal kamroq. 2,5 kilodan hisoblasak ham 10 tovoq 25 kilo. Ko'chatlariga zakaz ham olamiz. Plus sizlarga ham maslahat beraman. Mana shu Italiyani Cleri sortidan ekishlaringizni. Mana bugun yozda saraton уже kirgan. 30-iyun sanasida ham mana shuncha mana hosil beryapti. Buni ichida 3 agat 1,5 tovog'i albion. Qolgan hammasi mana shu Cleridan chiqqan. Charchamangizlar, sog' bo'lingizlar.